Muhojirlar hayoti. Ish izlab ketayotgan o'zbekistonlik yoshlar taqdiri. O'ylantirarli darajada. Ularning taqdiri kimgadir qiziqmi? Ular xorijda nimalar bilan band? Nima ishlarni amalga oshirishmoqda? Qaysi biri urushda yoki qurilish maydonida vafot etmoqda? Ish izlab. Tobora ko'proq o'zbekistonliklar Balqon davlatlariga yo'l olyapti. Serbiya, Bosniya, Bolgariya. Ammo ularni kutayotgan hayot orzu qilinganidan ancha yiroq. Qurilish maydonlari, tiqilinch yotoqxonalar, ushlab qolinayotgan pasportlar, to'lanmayotgan maoshlar va yana bir savol. Bu muhojirlar kimning nazoratida? Rossiyada muhojirlar hayoti tobora og'irlashar ekan, minglab odamlar Yevropaning kam tanilgan burchaklariga yo'l olmoqda. U yerda esa ekspluatatsiya, firibgarlik va huquqbuzarlik holatlari. Ushbu maxsus dasturda siz Balqon yo'nalishidagi yangi mehnat migratsiyasi manzarasi, yashirin xavflar va yolg'on va'dalar ortidagi haqiqatlar bilan tanishasiz. Materialni Anxoruzga mustaqil jurnalistlar taqdim etgan. Assalomu alaykum. Siz bilan studiyada Bobur Karimov. O'zbekistondan maosh kattaroq ish izlab Serbiya va boshqa Balqon davlatlariga ketayotgan ishchilar soni ortib bormoqda. Ularning ko'pchiligi ekspluatatsiyaga uchrayapti. Nashrimizga o'z hayotini aytib bergan Lazizning Serbiyadagi qurilish maydonida ishlagan dastlabki 3 oyi muvaffaqiyatli o'tadi. Uning maoshi 750 yevrodan 800 yevrogacha, keyin esa 1000 yevrogacha oshadi. Biroq ob-havo o'zgarishi bilan ishlar to'xtab qoladi va shartnoma uzaytirilmaydi. 28 yoshli yigit bu ishni do'stlari tavsiya qilgan maxsus ishga joylashtirish agentligi orqali topgan edi. Hozir u zavodda ishlamoqda, ammo maoshini norasmiy ravishda olyapti, ba'zida esa umuman ola olmayapti. Bu esa achinarli jarayon. Ularning ko'pchiligi Serbiyada ham, boshqa g'arbiy Balqon mamlakatlarida ham yomon yashash sharoitlari, ekspluatatsiya va deportatsiya tahdidi bilan yuzlashmoqda. Serbiyaning odam savdosiga qarshi kurashuvchi Astra nodavlat tashkilotining 2023-yilgi hisobotiga ko'ra, mehnat muhojirlarning zaifligiga asosiy sabab o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyatlarining cheklanganligi va ishlash ruxsatnomalarining muayyan ish beruvchi bilan bog'laydigan qonunchilik normalaridir. Agar shartnoma tugasa, ishchilarning yangi ish beruvchini topish uchun deyarli imkoniyat yo'q va ular ko'pincha darhol o'z uylariga qaytishga to'g'ri keladi, deyiladi Astra hisobotida. ...2024-yilda Rossiya Markaziy Osiyodan keladigan muhojirlar uchun cheklovlar kiritdi. Bu Moskvaning shimoli-g'arbida joylashgan Krasnogorskdagi konsert zaliga qilingan hujumdan keyin sodir bo'ldi. Hujum natijasida taxminan 145 kishi halok bo'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni IShID bilan bog'liq bo'lgan jangari guruh o'z zimmasiga oldi. Rossiya hukumatı esa hujum qiluvchilar Tojikiston fuqarolari ekanligini ma'lum qildi. Shu sababli O'zbekiston va mintaqaning boshqa mamlakatlaridan keladigan muhojirlar Rossiyadan tashqaridan ish izlay boshlashdi. Faqat o'tgan yilning o'zida 600 mingdan ortiq o'zbekistonlik Rossiyadan tashqarida ishlashga joylashdi. Ularning 160 ming nafari O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi yordamida ish topdi. Bu oldingi yilga nisbatan 4 baravar ko'p. 2018-yilda asos solingan agentlik mehnat migratsiyasini tartibga soladi. Hozirda ishlash uchun nomzodlarni tanlaydi. Ularni kasb va tillarga o'rgatadi. Shuningdek, xorijda mehnat sharoitlarini nazorat qiladi. Agentlik xorijiy ish beruvchilar va yo'llovchi firmalar bilan shartnomalarni tuzadi. Shuningdek, muhojirlarga huquqiy va ijtimoiy yordam ko'rsatadi. Bu yil agentlik xususiy ishga joylashtirish agentliklarini tekshira boshlagandi. U shuningdek deportatsiya qilingan fuqarolarni vatanga qaytarishda yordam beradi va xarajatlarni qoplaydi. Davlatlar ish vizalari, chiptalar, til bo'yicha bilimlarni tekshirish testlari va malakalarni tasdiqlash xarajatlarining bir qismini qoplaydi. Shunga qaramay, O'zbekistondan Balqon davlatlariga norasmiy yo'llar ham mavjud. Bayern nashri aniqlaganidek, Telegramda vositachilar shartnomalarsiz ishga joylashtirish xizmatlarini taklif qiladigan guruhlar mavjud.
Tekshiruvlar va'da qilingan va haqiqiy sharoitlar ortida katta farq borligini ko'rsatmoqda. Hatto xususiy agentlik orqali mavsumiy shartnomalar bo'yicha kelganlar ham shartnoma uzaytirilmasa qiyinchiliklarga duch kelishadi. Shunda ular ham Laziz kabi norasmiy ish izlashiga to'g'ri keladi. 2024-yil iyul oyida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bir nechta shaxslarning hibsga olinganligi haqida xabar berdi. Ular Serbiya va Bolgariyaga 1,5 ming yevro evaziga ish vizalarini noqonuniy va'da qilgani aytilgan. Astra tashkilotining ijtimoiy xodimi Marina Bayronga O'zbekistondan kelgan fuqaro haqida gapirib berdi. U Serbiyaga uchib kelgan, ammo 20 ta boshqa odam bilan bir xonada yashashga majbur bo'lgan va uyga chipta sotib olishga qurbi yetmagan. Uning pasporti musodara qilinib, ko'chib o'tish uchun esa 1000 yevro to'lagan. U Serbiyaga kelib faqat kuryer bo'lib ishlagan va buni ortidan jiddiy qarzga botadi, deydi Popovich. Serbiya faqat tranzit mamlakat. 2024-yil boshida Serbiya ommaviy axborot vositalari O'zbekistondan kelgan ishchilarning katta guruhi Belgradda og'ir sharoitlarda yashayotganligi haqida xabar bergandi. Ular kuryer bo'lib ishlagan va juda yomon sharoitlarda, tiqilinch joylarda yashagan, deydi Belgraddagi Mehnat huquqi institutining ilmiy xodimi va munosib mehnat markazi rahbari Mario Relyanovich. Bu faqat ularga tegishli emas. Past maoshli barcha ishchilar xuddi shu muammolarga duch keladi. Bu odamlar qurilish maydonlarida, restoranlarda yetkazib berish xizmatlarida ishlaydi. Bunda bir xonada 20 kishi yashaydi. Shaxsiy makon yo'q, gigiyena yomon, deydi u. Bizning tajribamizga ko'ra, ularning aksariyati kuryerlik xizmatlari bilan ishlaydigan kompaniyalar orqali ishga olinadi. Telegram guruhlarida o'zbekistonliklar ko'pincha Serbiyaga borish kerakmi yoki yo'qmi deb bahslashadi. Ba'zilar buni pul topish imkoniyat deb bilsa, boshqalar xatarlardan ogohlantiradi. Masalan, viza va hujjatlarni rasmiylashtirishga 1,5-2 ming yevro sarflab mutlaqo ishsiz qolish mumkin deyshadi. (2023-2024) yillarda Bosniyada O'zbekiston fuqarolariga atigi 9 ta ish ruxsatnomasi berilgan. Bu juda kichik raqam. Ayniqsa bu yerda ish ruxsatnomasini olish ancha arzon ekanini hisobga olganda, deydi Bosniya va Gertsegovina Mehnat va bandlik agentligining matbuot kotibi Boris Pupich. Norasmiy ishchilar ham bo'lishi mumkin, ammo biz buni aniq tasdiqlay olmaymiz. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining mintaqadagi asosiy migratsiya yo'nalishlari sifatida Bolgariya, Serbiya, Xorvatiya va Chernogoriyani ko'rsatadi. Eng ko'p muhokama qilinadigan mavzulardan biri yetkazib berish xizmatidagi ish. Agentliklar ishga rasmiylashtirish uchun 1,5 ming dollargacha olishi aytiladi. Ba'zilar omadi kelsa bu pulni yarim yilda qaytarib olishi mumkin deb hisoblaydi, boshqalar esa shubha bildiradi. Shuningdek, Serbiya ish vizasi Yevropa ittifoqi bo'ylab erkin harakatlanish huquqini bermasligi ko'pchilikning hafsalasini pir qiladi. Ba'zilar Serbiyani Germaniyaga o'tib, yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlash uchun tranzit mamlakat sifatida ishlatadi. 2022-yilda Ozodlik radiosi Serbiyadagi o'zbekistonlik ishchilar haqoratlarga uchraganini, jarimalar va deportatsiyalar bo'lgani haqida xabar bergan edi. Ko'pchilik adolatsiz shartnomalarga imzo chekkani va og'ir hamda nosog'lom sharoitlarda ishlashga majbur bo'lgan. 500 ishchidan 200 nafari maosh to'lanmasdan deportatsiya qilingan. Laziz esa hali ham o'zining pullarini kutib yashamoqda. Anxorus ushbu masala yuzasidan o'z munosabatlari bo'yicha qator tashkilotlarga axborot so'rovlarini yuborgan. Keladigan javoblari bo'yicha navbatdagi materiallarimizda sizlarni batafsil tanishtiramiz. Hozircha shu. Bizni kuzatishda davom eting. Anxorus sahifalariga obuna bo'ling va videoni boshqalarga ham ulashib qo'ying. Zero muhojirlikdagi hayot o'z yurtingdagi hayotdan anchagina qiyin bo'lishi mumkin.